Salom. Ushbu videoda biz ADS Consultancy'dagi yangilangan referral tizimi qanday ishlashini va boshqalarni taklif qilish orqali qanday qilib oylik mukofotlar olishingiz mumkinligini tushuntiramiz. Tizim quyidagicha ishlaydi. Agar kimdir sizga ADS Consultancy'ni tavsiya qilgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish vaqtida uning referral raqamini kiritishingiz mumkin. Bu o'sha odamga platformadagi faoliyatingiz asosida oylik bonuslar olish imkonini beradi. Akkauntingizni yaratganingizdan so'ng siz ham o'zingizning shaxsiy referral raqamingizni olasiz. Uni boshqalar bilan ulashish orqali passiv oylik daromad ishlashni boshlashingiz mumkin. Referral foizingiz foydalanuvchi qaysi paketni tanlashiga bog'liq emas. U siz taklif qilgan odamlar soniga va ular qancha mablag' sarflashiga bog'liq. Agar siz birtadan 5 tagacha odam taklif qilsangiz, 5% olasiz. Agar siz 6 tadan 10 tagacha odam taklif qilsangiz, 7% olasiz. Agar siz 11 tadan 15 tagacha odam taklif qilsangiz, 9% olasiz. Agar siz 16 yoki undan ko'p odam taklif qilsangiz, 11% olasiz. Sizning oylik daromadingiz taklif qilgan foydalanuvchilaringizning umumiy xarajatlari asosida hisoblanadi. Masalan, agar siz taklif qilgan foydalanuvchi 100 yevro sarflasa va siz 5% darajada bo'lsangiz, siz 5 yevro olasiz. Mana shunday yangilangan referral tizimi ishlaydi. Referral raqamingizni ulashing, boshqalarni taklif qiling va ADS Consultancy bilan oylik mukofotlar ishlashni boshlang.